characteristics of 9,560 titles of textbooks, teaching aids, and scientific literature. The Incubation and Acceleration Center has 90 places. It has 50 computers, 40 laptops, and all-in-ones, and is also equipped with interactive smart boards. At the center, professors, teachers, and students can take tests to improve their qualifications and strengthen their knowledge. Distance learning has been organized at the Institute since April 1st, 2020. For all areas of undergraduate and graduate students, with the help of employees of the international company IEDU Group, a modular platform with a volume of 1,549 GB has been established, on which 192,000 educational and methodological materials are located. 19,000 titles of educational literature, 37 titles of educational and methodological instructions, 2,454 video lecture, 802 audio lectures, 32,000 presentations, 125,000 test tasks. Currently, the Institute cooperates with 48 well-known medical universities and medical centers in Italy, India, Portugal, Russia, Slovakia, Ukraine, South Korea, Germany, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, Poland, Turkey, and Pakistan. Daegu University of South Korea has established a master's degree in medical engineering. Also, training is conducted in cooperation with the Dagestan University in the direction of dentistry, 3+2. 27 students are currently studying at this faculty. In addition, joint faculties have been organized with the Rostock University of Germany in the direction of the Magistracy Medical Biotechnology, 1+1, and the Ural State Medical University in the direction of the undergraduate degree in pediatrics, 3+3. Students who graduate from international complementary programs will receive bilateral diplomas. 202 foreign citizens study at the Institute, 20 from South Korea, 21 from Russia, 10 from India, 134 from Pakistan, 1 from Bangladesh, 1 from Nepal, 13 from Kyrgyzstan, 1 from Kazakhstan, and 1 from Afghanistan. Andijan State Institute is proud of its graduates who have contributed to the development of the world medicine. Academician, Doctor of Medical Sciences, renowned cardiac surgeon of Russia, Rinat Suleymanovich Akchurin. Academician, Doctor of Sciences, microbiologist, Viktor Vasilievich Maliev. Anesthesiologist, resuscitator of the University of Michigan, USA, Alisher Dadaboyev. Heroes of Uzbekistan, Aisha Kuchkarova and Onusia Seitova. If you want to become a member of the student community led by qualified professors and teachers, as well as work for the health of our people, we invite you to the Andijan State Medical Institute. Inson qadri uchun ushbu tamoyil bugun sizning, bizning, xalqimizning hayotida ro'y berayotgan yangilanishlar va o'zgarishlarda o'z ifodasini ko'rsatmoqda. Zero bu xalqimizning yashash turmush tarzini yaxshilashdagi bosh maqsadning asosiy g'oyasi hisoblanadi. Farovon hayot deganda esa faqatgina moddiy tarafimizning baquvvat bo'lishi tushunilmaydi. Zero baxtli hayot kechirishimizda, xotirjamligimizda tanimizning sog'ligi asosiy ne'matlardan biri bo'lib hisoblanadi. Zero tanimiz sog' bo'lar ekan, ishimizda ham unum bo'ladi. Ko'rsatuvimizda ham biz ayni xalqimiz uchun tibbiyot sohasida olib borilayotgan islohotlarni Andijon viloyati misolida yoritishga harakat qilamiz. Agar biz oxirgi 5-6 yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan tibbiyot sohasida
tibbiyot sohasiga qaratilgan, tibbiy ta'limga qaratilgan davlatimiz rahbarining 100 dan ortiq qaror va farmonlari chiqdiki, bugungi kunda ushbu qaror va farmonlar o'zini ifodasini topyapti. Amaliyotda bu haqiqatda amalga oshirilyapti. Bu bilasizmi, tibbiyotning barcha jabhalarni o'ziga qamrab olgan bu qaror va farmonlar. Birlamchi tizimga juda katta e'tibor qaratilyapti. Ya'ni u yerdagi birlamchi tizimdagi moddiy texnika baza mustahkamlanyapti. Juda katta u yoqqa deyarli 12 barobar ko'p mablag' ajratildi odatdagidan ko'ra. Birlamchi tizimdagi shifokorlarimizni, hamshiralarimizni oylik ish haqlari oshirilyapti. Demak, u yerdagi mana bepul tarqatilgan dorilarning soni 2021-yilgacha 60 turda edi. Hozirgi kunga kelib, ushbu bepul tarqatadigan aholiga demak dori-darmonlarning turi 120 taga yetdi. Tez yordam mashinalari, ular uchun ratsiyalar ta'minlanyapti. Patronaj hamshiralarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Ularning soni ham, ularga yuqorida aytib o'tgan, demak, oylik maoshlari ham oshirilyapti. 2022-yilda sog'liqni saqlash sohasiga davlatimiz byudjetidan 92 trillion so'm mablag' ajratildi. Bu mablag' agar biz 2016-yilga solishtiradigan bo'lsak, 5 barobar ko'p degan. Bu yerdagi sharoit 5 barobar yaxshilanyapti. Bu yerdagi demak shifokorlar, hamshiralarimizni yashash sharoitlari, ishlash sharoitlari yaxshilanyapti degan so'z bu. Agar ixtisoslashgan yordam keladigan bo'lsa, bugun haqiqatda tibbiyot xalqqa, aholiga yaqinlashyapti. Ya'ni Toshkentdagi 23 ta tibbiy markazlarda yuqori malakali mutaxassislar bugun kelib, viloyatlarda, shahar tumanlarda mahallabay, xonadonbay kelib, kasallarni ko'rishib, o'rganishib, ularda albatta davolanishini bevosita imkoniyati bor edi. Mana shu shahar va tumanlardagi shifoxonalarda yordam ko'rsatib, yuqori malakali yordam. Qolganlarni o'sha markazga olib borib ham ularga o'sha yuqori malakali, yuqori texnologik tibbiy yordamlar ko'rsatilib kelyapti. Bu ham albatta prezidentimizning tashabbusi bilan amalga oshirilgan ishlar. Chindan-da inson salomatligi nozik masala. Xalqimiz sog'lig'ini muhofazalash, kasalliklarga erta va aniq tashxis qo'ya olish, davo choralarini o'z vaqtida qo'llash masalalari inson qadri ulug'langan mamlakatimizda har qachon jiddiy mavzu. Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi standartlarga to'laqonli javob bera oladigan, bemorlar uchun qulay sharoitlarning har bir jihatlariga e'tibor qaratilgan holda rekonstruksiya qilinmoqda. Alohida qaror chiqdi bu bo'yicha. Bu qarorda aynan Andijon davlat tibbiyot instituti uchun 2000 o'rinlik eng zamonaviy o'quv binosi qurilishi va uni eng zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash to'g'risida. Bu bino deyarli foydalanish arafasida. Keyingi mana shu o'quv yilidan biz rejamiz binoni foydalanishga topshirish va bu yerda 2000 nafar talaba o'qiydi. Bu ham bitta tarixiy voqelik desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasining qurilishini o'zi bir tarixiy voqea bo'lgan o'z davrida. Endi klinikaning qurilganiga ham 50 yildan vaqt ko'p ketdi. Albatta 50 yil davomida klinika eskirdi, uni kommunikatsiyalari, ko'plab tizimlari eskirdi. Shuni hisobga olgan holda hurmatli yo'lboshimiz tomonidan alohida qaror qabul qilindi. Andijon davlat tibbiyot instituti va klinikasini tubdan takomillashtirish to'g'risida qaror qabul qilinib, shu qaror doirasida klinikani 14 ta binosini to'liq rekonstruksiya qilish uchun 360 milliard so'm va buni Yevropa darajasidagi eng zamonaviy tibbiy asbob uskunalar bilan jihozlash uchun esa 70 milliard so'm mablag' ajratildi. Shundan keyin mana klinikamizni ko'rib turibsiz, jadal bu qurilish ishlari davom etib kelyapti. Hozir bunga ham eng zamonaviy o'sha qurilish talablari asosida qurilish davom etyapti. Bir paytda o'zida jihozlar ham yetib kelyapti. Oldinlari bemorlarning sig'imida bir qancha noqulayliklarni keltirgan klinika bugun butunlay yangicha qiyofaga kiryapti. Qurilish jarayonidan avval yiliga 30 mingga yaqin bemor davolangan bo'lsa, endigi rejalar 50 ming nafarga yetkazilishi ko'zlangan. Biz shuncha sharoitimiz bo'lib, yuqori texnologik yordam ko'rsata olmasdik. Ba'zi bir kasallarimizni Toshkentga, poytaxtga jo'natardik. Biz hali uyatli holat, medinstitut bo'lib turib, medinstitutda shunaqa bir kuchli professor, dotsentlar bo'lib, biz shu yordam ko'rsata olmasligimiz sababi texnologik tomondan biz oqsab turardik. To'g'ri, bizda ham eng kuchli magnitli rezonansli tomograf, angiograf, kompyuterli tomograf shunaqa jihozlarimiz bor edi, lekin operatsion xonalarimiz javob bermasdi. Ko'p xorijda bo'lganmiz, xorijda eng yuqori texnologik yordam ko'rsatadigan klinikalarda tahsil olganmiz. Shularni talabiga mos keladigan, shularni andozasiga qarab qurilish, rekonstruksiya ishlarimiz ketyapti. Mana misol uchun bitta juda katta bir muammo bu transplantologiya. Biz shuni Andijonda qila olmasdik. Andijonda qila olmasdik. Nimaga? Bizda mutaxassislar bor, sharoit yetmasdi.
Shu operatsiyonlarimiz, misol uchun bitta operatsiyondan pochkasini olib, keyingi operatsiyonga boshqa bemorga shuni o'rnatish kerak yoki jigarni. Bu jarayon biz koridor orqali aylanib borishimizga to'g'ri keladi. Hozirgi qurilishimizda mana yonma-yon qurilayotgan operatsiyonlar ham tashkil etilyapti. Endi transplantologiyani gapirdim, mana bugungi kunda hali klinikamiz bitmagan bo'lsa ham, mutaxassislarimiz Andijonda o'sha 6 ta bemorda pochkasini transplantologiyasini o'tkazishdi, transplantatsiyasini. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Bemorlarimiz holati yaxshi. Nimaga? Bular hammasi o'qib keldi. Davlatimiz shunga ham alohida e'tibor berdi. Hozir mana may oyida hozir Belarusga ketishyapti. Bu alohida brigada faqat transplantologiya bo'yicha. Hali klinika bitmasdan turib, o'sha 6 ta bemorda shu narsani amalga oshirdik. Men o'ylaymanki, bu narsani rekonstruksiyamiz yakunlangandan keyin biz umuman poytaxtga bunaqa bemorlar jo'natmaymiz. Ikkinchi yo'nalish mana ortopediya deyapmiz. Bu yo'nalish ham biz mana rejamizda yangi ochilish bor. Bu tizza bo'g'imlar kasalliklari. Bu yo'nalishda ham mana bemorlarimiz juda ham ko'p. Hozirgacha Andijonda bu yordam yo'lga qo'yilmagan. Nimaga? Bunga ham qimmat turadigan apparaturalar kerak. Hozirgi kunda shu apparatlar keldi. Yana bitta yo'nalish bu yuqori laparoskopik texnologiyalar. Bular oldindan bizda bo'lib kelardi, lekin oddiy, soddagina yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirilardi. Hozir mutaxassislarimiz Moskvada o'qib keldi. Hozir bitta gruppamiz Germaniyaga tayyorgarlik ko'ryapti. Mutaxassislar Germaniyadan kelib ham shu yerda o'qitib ketdi, urologiya yo'nalishi bo'yicha hamda laparoskopiya, endoxirurgiya yo'nalishida. Rekonstruksiyadan keyin faqat 2 kishilik xonalar bo'ladi. Har bitta xonada sanitar gigiyenik talablarga mos sharoitlar yaratilyapti. Andijon viloyatida tibbiyot turizmni rivojlantirishga ham alohida e'tibor berilmoqdaki, qo'shni respublikalar va xorij fuqarolarini ham birgina klinikaning o'zida davolash ishlari har yili 50-70 nafarni tashkil etar edi. Sharoitlarning ortishi esa bu raqamlarga keskin ta'sirini o'tkazadi. Xorij mamlakatlaridan keluvchilarning 500 nafari va undan ortig'iga ham malakali tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Klinikamiz 650 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 20 ta yo'nalishdagi bo'limlarimiz bor. Endi mana hozir rekonstruksiyadan keyin 4 ta yangi yo'nalishdagi bo'limlar qo'shiladi va shunga chambarchas shifo o'rinlari ham 750 taga oshadi. Lekin hozir zamonaviylashib ketyapti. Bo'lgani uchun yuqori texnologik operatsiyalar yo'lga qo'yilishimiz hisobiga bemorlar endi 10 kundan yotmaydi-da bizda. 10 kundan yotmaydi. 3 kun, 4 kun, 5 kunda tezda aborot bo'lganligi uchun men o'ylaymanki, oldingi misol uchun 1 yilda 30 mingta emas, va undan yuqoriroq bemor davolaymiz. 1 yilda o'zida statsionar yordam shunga mo'ljallayapmiz. Mana shu klinika ishga tushirilgandan so'ng yuqori texnologik operatsiyalarning ixtisoslashuvi kengayadimi? Prezidentimizni bizga qo'yilgan talablari ham shunday aytganlar. Men sizlarga eng yaxshi klinikani qurib beraman. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan. Uni eng yaxshi jihozlar bilan ta'minlab beraman. Lekin sizlar shu klinikada ishlay oladigan, o'sha chetda bajaradigan, yuqori texnologik operatsiyalar qila oladigan mutaxassislarga yetishib berish bu sizlarning vazifa. Albatta shundan kelib chiqib, klinikamiz bitsa, men o'ylaymanki, bugungi bajarsa bo'ladigan barcha yuqori texnologik operatsiyalar ham, davolash jarayonlari, diagnostika mana shu yerda albatta bajariladi. Xalqimizni tashqariga chiqishini oldini oladi. Ya'ni tashqariga chiqib davolash uchun borib yurmaydi. Dal ularda operatsiyalar hammasi 100% shu yerda bajariladigan holatda bo'ladi. Ikkinchidan biz yana ikkinchi maqsadimiz bu yerda biz tibbiy turizmni ham rivojlantirishga rejalashtirganmiz. Ya'ni klinikamizni qo'shni davlatlardan Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlaridan kelishib bemorlar bu yerda davolanishi, ilgari ham davolanib kelishgan. Endi ularning ko'lami ham kengayadi, soni ham oshib boradi. O'ylaymanki, bu yer nafaqat davolash maskani sifatida, hattoki bu yerda tibbiy ilm markazi sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, klinikani zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlash uchun jami 70 milliard so'm miqdoridagi mablag' yo'naltirilishi belgilangan. Hozirda respublika byudjetidan 37 milliard so'm ajratildi va tibbiy jihozlarni xarid qilish uchun yo'naltirilgan. Ayni vaqtda 1 million 74 ming AQSh dollari miqdoridagi tibbiyot uskunalari keltirilgan. Qolganlari ham xorij davlatidan bosqichma-bosqich ta'mirlash jarayonlari yakunlangunga qadar olib kelinib, foydalanish uchun topshirilishi rejalashtirilgan.
Andijon viloyatidagi mavjud shifoxonalarda barcha sharoitlarni yaratish bir masala bo'lsa, bilimli va malakali shifokorlar bilan ta'minlash yana bir muhim jihat. Talablarni inobatga olgan holda Andijon davlat tibbiyot institutida bugun sohaning turli yo'nalishlarida 10.150 nafar talaba tahsil olmoqda. Ularning 500 nafari xorij. Bilamiz, tibbiyot sohasi amaliy jarayonda olingan bilimning mustahkamligiga bog'liq. Inson hayoti bilan zanjir bo'lgan soha mutaxassislari o'z yo'nalishini mukammal bilishi zarur. Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi professor o'qituvchilarining o'z oldiga qo'ygan maqsadlari ham xalqimiz salomatligi yo'lida xizmat qiluvchi bo'lajak kadrlardan bilimli etib yetkazib berish. Mazkur klinikaning kengaytirilishi endi talabalarning amaliy darslarda ishtirok etishlarini yanada osonlashtiradi. Andijon davlat tibbiyot klinikasida asosan bizni talabalarimiz amaliyot o'tadilar. Bu yerda 20 ga yaqin kafedralar joylashgan, klinik kafedralar. Ularda amaliyoti bevosita o'quv jarayoni bilan bu yerda chambarchas bog'liq bo'ladi. Klaster singari narsa bo'ladi. Ya'ni klinikada bajarilayotgan amaliyot, ya'ni bu yuqori texnologik operatsiyalar bo'ladimi, davolash muolajalari bo'ladimi, diagnostik muolajalar bo'ladimi, bevosita o'quv binosidagi auditoriyalarga telemeditsina orqali translyatsiya qilib, bu yerda bemalol talabalar shu bo'layotgan jarayonni, operatsiya jarayonini, diagnostika va boshqa muolajalarni o'sha auditoriyalardan o'tib katta zallarda yoki kichkina auditoriya zallarida ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu bizga nima beradi? Albatta, talabalarimizni amaliyotga yaqinlashtirish, ya'ni talabalarni amaliyot bilan nazariyotni 50% ga yaqinlashtirishga imkoniyat beradi. Andijon davlat tibbiyot institutida 12 ta xorijiy davlatlardan talabalar tahsil olishyapti. Ular asosiy darslarda ingliz tilida, davolash yo'nalishida ular ta'lim olishadi. Shu klinikamiz va 2000 o'rinli o'quv binoyimiz foydalanishga topshirgandan keyin o'ylaymanki, ularda ko'proq qabul qilish imkoniyati tug'iladi. Hozir biz mana shu bazalarimiz cheklanganligi tufayli hozir oshirib olish imkoniyati yo'q. O'ylaymanki, klinikamiz bilan shu o'quv bino ishga tushgandan keyin ularning sonini biz rejamiz bo'yicha 2000 nafargacha yetkazishga biz reja qilganmiz. Kasallik qancha erta aniqlansa va to'g'ri tashxis qo'ya olinsa, bemorning oyoqqa turish jarayoni tez va osonlashadi. Bugun xalqimizning ham tibbiy madaniyati ortib bormoqda. O'z salomatligini profilaktikadan o'tkazishlarida joylarda tashkil etilayotgan sayyor tibbiy ko'riklarning ham ahamiyati katta. Davlat rahbarining har bir jihatga qaratgan e'tibori natijasida esa endilikda bemorlar xorij yoki poytaxtga borib emas, balki o'zi yashaydigan hududda ham davo topib, sog'lom hayotga qaytishmoqda. Oldingiday ovoragarchiliklar endi yo'q. Sababki eng chekka hududlarda ham talabga javob beruvchi shifoxonalar va malakali shifokorlarning faoliyat olib borishi tibbiyotdagi islohotlar samarasidir. Bu ham bo'lsa, inson qadri har narsadan ustun bo'lgan yangi O'zbekistondagi yana bir uyg'onishning natijasi.